Rossiyaning Krasnoyarsk shahridan assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Wildberriesdan nimalar zakaz qilganimni ko'rsataman. Wildberriesga kirib chiqaman desam, qizim menam boray deb ergashdi. Ha, bo'pti, xo'p yur. Mani videoga olishga yordam berasan deb shunaqa qilib uzun zinapoyadan tushib ketdik. Shu zinapoyalardan chiqib tushib umrim o'tib ketar ekanda deb qizim bilan o'ynab kulib Wildberriesga ham yetib oldik. Bu qizim yurgan yo'lida teg yurmaydi-da, shetdagi qilib tushaydi. Qizim so'kib olib kirib ketdim. Ichkariga kirib albatta videoga olish uchun ruxsat so'radim. Bemalol olsang bo'ladi degani uchun videoga oldim. Jim turmaydi, mana bu qisma shetda ham ko'ryapsizlarmi? Bittaki qani ketdik. Nimalar zakaz qilganim bu uzun sim buketlarim uchun 5-6 xil shtapel zakaz qildim. Hozir bitta ochib hammasini ko'rsataman sizlarga, lekin kачествоsi juda ham zo'r edi. Wildberriesdan bemalol poyskdan teringlar bo'ladi bu tovarlarni. Mana shu yerda meni yordamchim videoga olyapti. To'g'ri o'sha deb so'kyapman. Bu kipriklarni uzaytirish uchun masla o'tgan keldi. Zakaz qilganimda juda ham yoqqan edi menga. Va shunaqa suvenircha chiqqan edi. Afsuski bir xil suvenir chiqdi. Ikkalasidan ham mayli qizimga o'yinchoq deb olib qo'ya qoldik. Atmen qilmadik. Mana birinchi shtapelni ko'rsatib o'tdim. Rangi juda ham rangimga o'tirmadi, yoqmadi menga bu. 2-3 shtapelni ko'rsatib o'tdim sizlarga, hammasini ko'rsatmadim. Kачествоsi juda ham yaxshi edi. Menga rosa ham yoqdi kачествоsi. Hamma shtapelni faqat rangi o'tirmagani uchun hammasini olmadim. Bu yerda ko'ylak lozim topish oson bo'lmagani uchun o'zim tikib kiyaman deb zakaz qilgan edim. Bu materiallarni Rossiyada yurib ko'ylak lozim topolmay o'zi tikib kiyadiganlarni eshitamiz. Yozvoringlar kommentariyaga. Qolgan shtapellarda ochiq ranglarini ko'rsatib o'tmadim o'zimga yoqmaganligi uchun. Mani главный помощницам, mani dugonam tanlagan shtapelni tanladik va uyga qaytib ketdik. Qaysi bir rangda shtapel tanlab ko'ylak lozim qilib kiyganimni bilish uchun обязательно albatta подписаться tugmasini bosib qo'ying va meni kuzatishda davom eting.